Yana safarga ketgan qaysi do'stimizni xonadonidan xabar oldik? Ota-onasidan, oilasidan. 4 ta o'g'li bo'lsa ham bordingmi? Bu yerdan telefon qilishni bilyapmiz. Kelgandan keyin oshqa ber deyishni bilamiz. Navbating kelgan oshqa ber. Eriga endi sen ham bir ziyofat qilib ber deyishni bilamiz kelgandan keyin. Foydasi esa orqasidan yurishni bilamiz. Do'stim deymiz, qiyomatligim deymiz. Qancha gaplarni gapirib olamiz. Lekin mana 1 oy bo'ldimi, 1 yil bo'ldimi, qaysi birini xonadonidan xabar oldik? Ertasiga uyga to'yto'non ko'tarib bordingmi yo borib otasiga, onasiga bizga bitta xizmat bormi? Ayting, do'stimiz ishlagani safarga ketgan, mayli. Biz endi shu yerda bo'lib turaylik, bitta xizmat bo'lsa ayting deyapmizmi? 100 tadan bitta eshitilib qolmasa u narsa bo'lmayapti. Biz dunyoda o'zida qochib o'ryapmizmi bir-birimizdan? Nima degani? Faqat internetdanmi qadrdonchilik, internetdanmi do'stlik, istoriyalardan faqat foyda kelib tursam, xudo uchun qilmaymizmi tam tanasam? Bu bo'lmaydi.